Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz bugun Namangandagi Medtexnika S1961 nomli tibbiy jihozlar buyumlari savdosidamiz. Bu joyda ko'rishingiz mumkin. Barcha turdagi hassa, qo'ltiq tayoqlar, xohlasangiz yog'och, temirligi va undan tashqari tibbiy buyumlarni ham shu yerda topasiz. Va mana bu zamonaviy aravachalarni ham kimgadir shunaqasi zarur bo'lib og'ir bemorligi bor tanishlaringizga shu videoni yuborib qo'yadigan bo'lsangiz, kelib shu joydan xohlasalar bunaqa mexanikaligini olib ketishlari ham mumkin. Yosh medsistralar yangi ish boshlamoqchi bo'lganlarga bunaqa shtativlar, undan tashqari yana ko'plab tibbiy uskunalarni ham xarid qilishlari mumkin. Anchagina assortiment katta bu joyda. Ma'lumot o'rinda aytib ketmoqchiman. Medtexnika S1961 nomini qo'yilishining sababi 1961-yilda o'z ish faoliyatini Namanganda birinchilardan bo'lib boshlagan. Bu joyi manzili Namangan shahar Nanay Petayini mehmondo'st oshxonasidan o'tishingiz bilan o'ng qo'lda joylashgan. Bu tomoni Nanay Petak, biz turgan joy esa Medtexnika buyumlari do'koni. Barcha tibbiy texnik buyumlar, 500 xildan oshiq bandaj turlari va 100 dan oshiq massaj uskunalari, yoshi katta bo'lgan og'ir xastaligi bor bemorlar uchun alohida ko'chma garshokli kreslolarni va gemoroyi, yotoq yarasi bor bo'lgan bemorlar uchun mana bunday balonchiklarni, aplikatorlar, undan tashqari nevropatolog, ya'ni vrachlar uchun maxsus bolg'achalar va asbob uskunalarni, qolaversa hozirgi kundagi lazer apparatlarini turli tumanlarini aynan shu Medtexnika do'konidan xarid qilsangiz bo'ladi. Quyida telefon raqamlarini qoldiraman. To'liq ma'lumot olish uchun bemalol aloqaga chiqasiz. Qand kasalligi bor bemorlar uchun qand kasalligini o'lchovchi apparatlar va bolajonlarni istimasini o'lchash uchun so'rg'ichli termometrlarni ham xarid qilsangiz bo'ladi. Namangan haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz bizga obuna bo'ling.